Mani eng katta ishongan kuchim tadbirkorlar. Tadbirkor elga madadkor deydi. Yangi davr keldi, bizni davrimiz keldi. Sizdek shijoatli, ishbilarmon, tashabbuskor, fidoyi tadbirkorlarimiz safi karra kengayishdan davlat, xalq, prezident juda manfaatdor. Men sizlarni eng yaqin do'stlarim deb bilaman. Yangi tadbirkorlar sinfi shakllandi. Biz oldingi darajadagi tadbirkorlar emasmiz. Tadbirkor erkin gapira boshladi va erkin nafas olishni boshladi. Qo'rqar edik biz. Faqat sizlar emas, jamiyat shunday edi. Shunaqa tadbirkorlarni tarbiyalarlarki, o'tda yonmaydigan tadbirkorlar. Ishonch paydo bo'lishi kerak. Ishonch ko'prigi davlat bilan tadbirkor orasida. Future is now. Kelajak bugun. Konvertatsiya ochilgandan keyin haqiqiy tadbirkorlar paydo bo'lishni boshladi. Tadbirkor sezsinki, u hozirgi yangi O'zbekistonda zamini, u hozirgi islohotlarda islohotchisi. 5000 nafardan ziyod ishchilar ishlaydi. 10 yil oldin bunaqa ishchimiz bo'lmagan. Harakat qilayotgan tadbirkor mevasini albatta ko'radi. Eksport hajmimiz 22 million dollar. 80 million dollardan ortiqqa amalga oshirishga imkoniyatimiz ham bor. Prezident qo'llab-quvvatlagan uchun yo'limiz ochiq. Biz hozirgi murakkab davrda tadbirkorlarimizga barcha imkoniyatlarni yaratib berishga tayyormiz. Tez suratda rivojlanishimizga eng asosiy sabab soliqlardan ozod qilinganmiz. Qanaqa muammo bo'lsa birga yechishga harakatini qilgan davlat tashkilotlari. 2017-yildan keyin bizda 200 dan ziyod mahsulotni mahalliylashtirganmiz. Infratuzilma yil sayin yaxshilanib boryapti. Banklarda milliard pullarimiz aynaladi. Hech qayerda bir to'siq yo'q. Biz agar rivojlansak, biz xalqni ish bilan ta'minlaymiz. Va shu qatorda aytmoqchimanki, biz jamiyat rivojiga teng mas'ulmiz. Siz kabi ishning ko'zini biladigan ishbilarmon yurtdoshlarimiz timsolida chin ma'noda O'zbekiston bunyodkorlarini ko'ramiz. Reformalar oldida tadbirkor yugurib yeta olmayapti. Bunaqa sharoit dunyoda yo'q. Mani eng katta niyatim xalqimni manfaatini o'ylash. Boshqa manfaat yo'q. Boshqa manfaat bo'lishi ham mumkin emas. Bunaqa katta ishxonalar oldin faqat davlatniki bo'lgan. Yosh paytimizda faqat davlat ishida ishlash degan narsa bizda bor edi. Hozirgi yoshlar bizneslarni ochib rivojlanyapti. Hech qachon o'ylamadik mahsulotlarimizni Amerika va Meksika davlatlariga eksport qilishni. Italiya, Rossiya, Xitoy bilan qo'shma korxona qildik. Lots of confidence to build our business in Uzbekistan. O'lka boshchisi bizim kimi investorlarga inanılmaz güven hissi verir. Birinchi o'rinda qo'shnichilikni yo'lga qo'ydilar. Bu katta manfaat tadbirkorlar uchun. Tadbirkorlar gapira boshladi, raqamlar gapira boshladi. Bugungi yutuq tarix ertangi shijoat bilan kelayotgan zamonga munosib bo'lish uchun katta harakat qilishimiz kerak.